Har bir sut fermasi uchun shamollatish juda muhim. U sigirlaringizning salomatligi va mahsuldorligiga katta ta'sir ko'rsatadi. Ushbu videoda oddiy qutili ventilyator va VS Artex Isivi ventilyatori o'rtasidagi samaradorlik farqlari ko'rsatilgan. Isivi sozlanadigan jalyuzalarga ega bo'lib, havo oqimini aynan kerakli joyga aniq yo'naltirish imkonini beradi. Qutili ventilyatorlarda jalyuzalar yo'q. Shuning uchun havo oqimi notekis va keng tarqaladi. Buni Isivining go'zal, bir tekis havo oqimi bilan taqqoslang. Bir xil havo oqimi boks qatorining butun uzunligi bo'ylab sigirlarga qaratilgan. Qutili ventilyatorning havo oqimi keng tarqaladi va shu sababli o'zining sovutish quvvatini yo'qotadi. Diametri 180 cm bo'lgan Isivi 18 metrdan ortiq masofaga samarali ta'sir etadi. Kengligi esa 6 metrni tashkil qiladi. Bitta qutili ventilyator ancha torroq. Ikki qatorli boksda samarali qamrov kengligiga ega. Shuning uchun ikkita ventilyatorni yonma-yon o'rnatish kerak. Havo oqimining uzoqqa yetib borishi ventilyator turiga juda bog'liq, lekin ko'pincha ikkita oddiy ventilyatorni almashtirish uchun bitta Isivi yetarli bo'ladi. Bundan tashqari Isivi yanada bir tekis havo oqimini hosil qiladi. Bu sigirlar ustiga salqin havo qatlamini yoyadi. VS Artex Isivi yordamida siz havo oqimini yo'naltirish va nazorat qilishingiz mumkin. Hayvonlar yanada samaraliroq sovutiladi. Bu esa podaning sog'lomligiga olib keladi. VS Artex kompaniyasining Isivi tizimi issiq kunlarda ham sigirlaringizning ahvoliga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Royal Debur rasmiy dileriga murojaat qilishingizni so'raymiz.